Bizning ko'zlarimiz bu benuqson optik dizayn va aniq geometriyaga ega mukammal tizimdir. Ammo bunday murakkab muvofiqlashtirilgan tizimda ham ba'zan uzilishlar bo'lishi mumkin. Siz oxirgi marta ko'zlaringizni qachon tekshiruvdan o'tkazdingiz? Arterial bosimingizdan mutlaqo farq qiluvchi ko'z bosimi to'g'risida ma'lumotga egamisiz? Odatda sog'lom inson ko'z bosimi ko'tarilgan yoki normal holatda ekanligini his etmaydi. Ammo yuqori ko'z bosimi ko'rish qobiliyatini tiklab bo'lmas darajada yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Bemorlar orasida o'tkazilgan so'rovnoma ko'rish qobiliyatini yo'qotish qo'rquvi o'lim qo'rquvidan ustun ekanligini ko'rsatdi. Ko'zlaringizni 2 daqiqaga yuming va ko'rishingiz pasayishi hayotingizga qanday o'zgarishlar bilan ta'sir qilishi haqida tasavvur qilib ko'ring. Sevimli ishingiz, oilangiz, farzandlaringiz. Men Xudoyeva mashina portyarimdan vrach-oftalmologman. Ko'rish a'zolaringiz salomatligiga o'z hissamni qo'shishdan mamnunman. Qoral Medical klinikasiga tashrif buyuring, ko'zlaringiz salomatligi haqida qayg'uring.